Buxoro bozor kanaliga narxlarda aksiya qilamiz. 2,5 million sotilgan mana 3 kilovatlik, 4 kilovatlik yangi listdan qilingan drabilkalarimiz 2,3 million so'm oborib ishlatib beramiz. Mana hozir Shilaka blokni ham tashab ko'rsatib beraman qadrli obunachilarga. Yo'q aka, tashang, baribir buni molla yemaydik aka. Yo'q, tashayman, tosh tushib ketsa nima bo'ladi, suv oqsa nima bo'ladi deganlarga mana ko'rsatib beraman. Mana sizlar uchun motor quvvatini sinab ko'rsatib beraman. Qo'ching oldidan. Suv endi, suvni quying. İstifolamiz. Assalomu alaykum barchaga aziz obunachilar, qadrdon do'stlar, Buxoro bozor kanalining ashaddiy muxlislari. Xudo xolasa bugungi yangi videomizda drabilkalar va mishalkalar narxlarini chiqaring deb ko'pchilik kommentariy yozgan ekan. Xudo xolasa bugun yangi videomizda drabilka va mishalkalarning narxi, obzor, barcha narsasi bo'ladi xudo xolasa. Bugun Lochin o'z drabilka va mishalkalar asoschisi Faxriddin Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsizmi? Yaxshimi? Charchamasdan. Buxoro bozor kanalining ashaddiy muxlislari bizgina Lochin o'z drabilka va mishalkalarni Samarqandga olib keldik. Mana hozir bu yog'i Toshkentdan kelishda Yangiqo'rg'on Panshan bozorida oldida, Navoiy Buxorodan kelishda Zapravkada o'tgandan keyin yo'l qoldi. O'tganlaringizda shuni xudo xolasa bugun hamma narsani obzori, narxi, sifat, barcha narsasi bo'ladi videoda. Mana hozir drabilkalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa 50 xil turdagi assortimentlarimiz bor. Ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa videoni bundan boshlab olamiz. Sizlarga esa yoqimli tomosha. Mana akamizga o'zi bittasini sotdik. Xudo barakasini bersin akamizga. Mana sotildi, akamiz baraka qilyaptilar. Bittasi sotildi xudo xolasa. Aka, o'rgangan sotganga Xudo barakasini bersin. Yaxshi kun qilmasin, ha. Yaxshilikka ishlatdik. Mana akamiz drabilkamizni oldilar. Hozir 2 soat o'tirish shart emas aka. Hozir men qaytib kelaman. Aha. Qaytishdim, uyim bilan kirishdim, moshga tashib o'tib ketaman. Xo'p bo'ladi aka, yaxshi to'l. Bo'ldi. Kelaman, 2 soat berasiz. Xo'p bo'ladi aka. Xo'p, keling. O'sha misla avval motor 6,5 kilovat. Ha, 6,5 kilovat. 100% medni Ariol motordan. Bo'pti. Xo'p aka, yaxshi to'ling. Xo'p, aka. Xo'p. Xo'p, akajon keling bir narxlarni sindirib tashlaylik bugun obunachilarimiz uchun. Hamma narsa ma'lumotdan berib, Buxoro bozor kanaliga narxlarda aksiya qilamiz. 2,5 million sotilgan mana 3 kilovatlik, 4 kilovatlik yangi listdan qilingan drabilkalarimiz 2,3 million so'm oborib ishlatib beramiz. Bir oy kafolati bor. Bir oyda motori kuysa bepul almashtirib beramiz. 6,5 kilovatlik Rubin motorlarimiz, alyumin obmotkaliklar bular. Alyumin obmotkaliklar. 3 million sotilgan, 2 million 700 ming so'mdan. Mis motorliklarimiz, mana mis motorligimiz bu 100% medni. U alyumin obmotkaligimiz deb sotmaymiz. Mana, olib kelib yangi motorlar ishlatilgan emas, hammasi yangi. Masla motorlarimiz 6,5 kilovat. Qizig'i bu 220 voltda ishlaydi. Mana 220 voltda. Mana 220 voltda. Bularni 3 million qilib beramiz. 3 million. 3 million so'mdan oldin qancha sotilgan bular aka? 3 million 300 sotilgan. 3 million 300 sizlar uchun mana. Endi mana 3 million so'm qilib beryapmiz. Endi mana katta motorliklarimiz. Gigantimizni 3,5 million sotganmiz. Endilikda 3 million 200 ming so'mda oborib ishlatib beramiz. Bir oy kafolati bunda ham amal qiladi. Akajon, dastavka xizmatlari qanday bo'ladi? Dastavka xizmatlaridan muammosi yo'q. Mashinamiz bor, oboradi, ishlatadi, ko'rsatadi. Ma'qul bo'lsa, ishlatib, ko'rsatib bergandan keyin pulini berishadi. Xayriga yana ozgina o'tib ham beramiz. O'sha Chorvador aka-ukalar Chorvasiga Alloh baraka bersin. Ishlatib, ko'rsatib beramiz. Video davomida yana tanishtirib tushuntiraman. Xo'p, endi akajon keling bir obunachilarimiz uchun narxlarni sindiraylik bugun. Endi Lochin o'z drabilkalarini mana endi 2,5 million so'mdan 3 kilovat, 4 kilovat ishlagan. O'sha oldin sotgan biz 3 kilovat, 4 kilovat drabilkalarimiz mana 4 kilovat. O'sha motorda ham 4 kilovat yozilgan. Bularimizni endilikda 2 million 300 ming so'm oborib ishlatib beramiz. Mana o'zlari oborib ishlatib beradi mana. Oborib ishlatib. 6,5 kilovatlik mana yangi motor, alyumin obmotkalik Rubin motor 220 voltda ishlaydi. 3 million sotganmiz. 2 million 700 ming so'mda oborib buni ishlatib beramiz. Dastavkasi ichida. Endi mana
mis motorliklarimizni 3 million so'mdan o'g'irib ishlatib beraman. 3 million 200 ming sotganmiz. Mana xalqimiz uchun narxlar albatta doim tushib beriladi. Hop. Endi katta gigant drabilkamiz bor. Katta gigant. Bu 3,5 million sotganmiz. 70 cm kattaligi. Tepa tomoni kattaligi 70. Ishlardan ko'rsating operator. Juda qulaydi bu mana. 4 xil setkasi bor. Akalar, 4 xil. Bo'lsa maydalayverasiz. Mana ichki setkalarni mana bir qator mana. Keling operator ko'rsin setkalarni. 4 ta setkasi bor. Hammasi lazerda kesilgan. Mana 4 xil setkasi bor. Mayin, yirik, bug'doy makkadan moslangan. Barchasi sifatli matolardan yasalgan bular. Bularni 3,5 million so'm sotilgan 3 million 200 ming so'mdan. 3 million 200 ming so'mdan. Akajon endi narxlarni aytib o'tdik. Bizning kanal nomidan kelganlar uchun yana skidka olib berasizmi sizlarga? Qilib beraman. Buxoro bozor kanalini endi ashaddiy muxlislariga yana xayrga o'tib beramiz. Xudo xolasa odamlar manfaat topsin, chorvalarga baraka bersin. Bunaqa narxlar faqat bizda bo'ladi, obunachilar. Videoni oxirigacha ko'rib borasizlar. Xo'sh, akajon dastavkani ham aytib o'tdingiz. Dastavkasi oddiy voha bo'ylab hamma yoqqa yetkazib beramiz. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqsin. Telefon nomerlar pastda ham bo'ladi. Shu nomerlarga aloqaga chiqsin, olib borib ishlatib beramiz. Mana akamiz Instagram, Telegramlarni ham qo'yib o'tamiz. Albatta o'tib obuna bo'lsangizlar, kelgusi yangiliklarni ham ko'rib borsangizlar bo'ladi Instagram kanallarida. Xo'p, videoni davom ettiramiz. Endi ularning ishlashini barcha narsasi ma'lumotlar video davomida bo'ladi. Birinchi tashlayman dedingiz-ki. To'xta. Mana hozir Shilaka blokni ham tashab ko'rsatib beraman qadrli obunachilarga. Yo'q, aka tashlang, baribir buni molla yemaydik, aka. Yo'q, tashayman, tosh tushib ketsa nima bo'ladi, suv oqsa nima bo'ladi deganlarga mana ko'rsatib beraman. Motori quvvatli. Mana sizlar uchun motor Quvvatini sinab ko'rsatib beraman. Qoching oldidan. suv endi. Suvni quying. Mana. Hamma narsani tashab Mana endi qilmishni solamiz. Ko'rib turganlaringizdek sifatga gap yo'q mahsulotlarimizni. Mana chiqsa nima bo'ladi, quruqga nima bo'ladi deganligi. Mana Tishini ham hozir ko'rsatib beramiz. tishlarni ham ko'rsatib beramiz o'zi. Hozir tishlarni nima bo'ldi deganlarga videoni uzmagan holatda ko'rsatib beramiz. Oling ustini oching. Ustini oching. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir tishlarni ham ko'rasizlar, obunachilar. Mana qadrli obunachilar mahaviga nima bo'ldi deganlarga. Aylanishni qaraylar mana. Motorlar ham yangi masla motorlar. Mana tishlari nima bo'ldi deganlarga mana tishi hech nima qilmagan. Mana Shkolatiga qarang. tishi chaqqa ham bo'lmagan. Tishlarini ko'ring. Hech nima qilmagan tishlariga. Mana ichi endi eng qiziq joyi mana mahavik. Biz quyma, chugun narsa qo'ymaymiz. Bu haqiqiy bu mana. Ko'ringlar. Balansiroq ham qo'shmadi mana. Evet. Nima tushdi mana xudo xolasa bemalol ishlataverasiz. Mana endi yana ishlatib ko'rsatib beramiz. Xo'p, ko'rasizlar hozir video davomida yana. 220 voltda mana. Tokka suqamiz yana ishlaveradi. Mana. Mana endi xudo xolasa mana shu g'o'zapayi kimlarga g'o'zapayi chiqaradimi yo'q deganlarga mana shu apparatimizga g'o'zapayi chiqarib beramiz mana. Bismillahirrohmanirrohim. G'o'zapoylarni ham chiqarib beramiz sizlar uchun. Mana. 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 Xudo xolasa. Tishi ham mana aylanishini ko'ring. G'o'zapayi nima bo'lsa, Вообще gap yo'q obunachilar. setka qo'ysangiz bundan ham mayda chiqaraveradi. Farqi yo'q. Setkaga bog'lab. Sanlab setkani qo'yaverasizlar mana. Eng arzon sifatli drabilkalar faqat bizda bo'ladi obunachilar. Xudo xolasa Murojaat qilaverasizlar. bemalol murojaat qilasizlar.
Xo'p, obunachilar mana ko'rib turganlaringizdek, sizlar uchun g'o'zapoya ham chiqardik, qamish ham chiqardik, so'ng ham chiqardik. Endi aka keling obunachilarimiz uchun makkani ham chiqarib ko'rsataylik endi. Bu apparatimiz makkayu, bug'doyu, nima topsangiz mol nima yesa, yemishni chiqaraveradi. Yem ham yemishga bu asosiy. Bu qaytmaydi, qo'rqmasdan chiqarib beraverasizlar. Tegirmonga o'rib turmaysizlar. Bug'doymi, arpami, tariqmi chiqarib beradi. Qotgan nonmi, semichkani galovkasimi, donakmi, hali Endi bu hammasi g'o'llami, nima bo'lsa chiqaraverasizlar. uy sharoitida deysiz-da. Bu hammasi uy sharoitida 220 ga ishlaydi. Uy sharoitida makka, bug'doy, qotgan non, simichka galovka hammasini yorma qilib chiqaraveradi. Qani bo'lmasa aka bitta makkalarni ham so'tasi bilan yorma qilishni bir ko'rsatib beradi Qani aka. bir ko'rsatamiz. Tamam bo'ldi. Qarashdan so'rang mana. Mana obunachilar mana agar ko'rib turganingizda mana makka, ko'tali makkani yorma qilgan yorma holatda. qilgan holati mana. Ya'ni Jo'jaga bersangiz ham bo'ladi buni. Jo'ja boqsangiz ham bo'ladi. Molga hattoki qo'ysangiz ham bo'ladi. qaynatib bersa ham bo'ladi. Qaynatib bersa bo'laveradi. Bundan ham mayda setga qo'ysangiz, uni ham qilaveradi. Mayin qilaveradi. Mayda setkasi ham bor. Endi qadrli obunachilar, bu drabilkalarimizni ochib yopish jarayoni ya, juda oson. Orqada purchog bor. Mana, shuni ochasiz, olishingiz ham, qo'yishingiz ham oson. Setkalari ham qo'yish oson mana. Setka 4 xil setkalari ham bor. Setkani Shular setkalari ham. Tamam, bu qiyin emas. 4 xil setka, makka, bug'doy, so'ta, somon. Endi oling, yopishni ham ko'rsatib bering. Qulayligi juda oson. Kulish, top, qidir yo'q. Mana, shuni qo'yasiz, bo'ldi. Keyin orqadan burchagini bitta Burchagi to'rttasi bo'ladi. Shuni qotirasiz, bo'ldi. Endi sekundmetrga qo'yamizda lo'lo press, mosh press, beda presslarni ko'rsatib beramiz. Oling aka. Mana telefon Okey. bor, sekindan Qo'ying mana yerga. qo'yamiz hozir. Qo'ying. Xohlasa keyin Mana lo'lo press, mana 1 metrlik lo'lo pressimizni video davomida hozir ko'rib turasizlar. Mana, yondiring. Aytgan baytingiz bo'lsa-man aka. Ha? Aytgan baytingiz bo'lsa-man. Sekin davom et. Xo'p. Akamiz endi mana lo'lo 1 metrlik lo'lo pressni chiqarish jarayonini ko'rsatib boshlaymiz. Yondiring. Yo, yondirsinlar oldin. Mana endi tashlashni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. Tashlash. Bo'ldi, o'chiring. 35 sekundda mana. Sal 35 sekundda chiqdi mana. Endi qadrli obunachilar, mosh pressni chiqarish jarayoni. Bu xohlasa Sekundmetrga qo'ying. boshladik. Boshladik. O'chiring. Bo'ldi. 29 sekund mana ko'rib turibsizlar. 29 sekundda ishimiz bitti obunachilar. Bu drabilkalarimiz hammasi mis motorli, garantiyali. Mana chiqarish jarayoni.
Mana mayin qilib qo'zilar ham yeveradi. Qo'y, qo'zichoqlar ham yeveradi mana. Osh, lo'la, Ana. to'g'ri chiqaraverasiz. Kelaverasizlar bemalol o'rnashib tomosha olib ketasizlar. Assalomu alaykum. Yana bir bor Buxoro Uz kanali muxlislari. Biz mana Miral akam bilan sizlarning xizmatingizda biz. Xudo xolasa, sizlarga qiziqtirgan har qanday savollarga, mana dirabilka sohasi bo'yicha, hamma sohasi bo'yicha mana shu Miral akamga murojaat qilaverasizlar. Orqada telefon nomerlari bor. Ekran nomerlari bor shu yerda. Chorvalarga, har xil ishlarga ko'makdosh, maslahatdosh bo'lib yordam beradilar. E'tiboringiz uchun hammalarga tashakkur bildiramiz. Mana Xudo xolasa Murojaat qilaverasiz. murojaat qilaverasizlar. Ekraningizda chiqib turgan nomerlarga. Mana videomiz davomida kamchiliklar va xatoliklar bo'lgan bo'lsa, albatta oldindan uzr so'rab qolamiz. Unda videomizni tugatdik. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'lasizlar. Mayli ishlaringizga omad akalar.